Hayotlikdagi eng rahat ish bir-birining yaxshiligidan huzurlanish, bir-birining mushkulini tushunishdir. Men do'stim Shebnay bilan ikkimizning o'rtasida yuqorida deganimdek bir-birimizga rahatlik bera oladigan, bir-birimizning qiyinchiligida jon pido bo'la oladigan, mushkulni tushuna oladigan shunchalik rahatlik do'stlik munosabati bor. Men bu xil munosabatni bek yaxshi ko'raman do'stlar, ham qadrlayman. Bugun amdi sizlarni nima ish qilyapsizlar desanglar, Sinfora Grim buyumlarining bala markasi bo'lgan As-Simaraga tashviqot suratlarini tushib turibdimiz. As-Simara markasidagi bu mahsulotlar bir-biridan esil chiqdi do'stlar. Xattirjam ishlasanglar bo'ldi ha. Meni biladiganlar, meni tushunadiganlar bilasizlar. Men odatdagi sifatsiz mahsulotlarga hargiz obraz vakili bo'lishni tanlamayman. Aldı bilan o'zim obraz vakili bo'lgan mahsulotlarni o'zim ishiltaman. Har vaqt ishiltaman. Uningdan keyin meni yaxshi ko'radigan, meni qo'llaydigan, hurmatlaydigan, menga ishonadigan azizlarim ishiltadi emasmi? Ham uningdan keyin o'zining qimmatini tunib yetgan, mahsulotning bahosini emas, olib keladigan unumini, foydasini o'ylashadiganlar ishiltadi. Shuning uchun men eng yaxshi bo'lgan mahsulotlarga obraz vakili bo'lishni tanlayman. Mahsulotning sifatini birinchi o'rin qo'yman. Her vaqt sifatini tekshirib turish uchunmi, har vaqt ishiltaman, yenimdan arimayman. Shunga azizlarimga eng yaxshisini tanlab sunaman.